Madina shahrida o'z biznesingizni boshlang. Biznesni nechta pul bilan boshlagansiz? $5000 bilan aka. $5000 bilan boshlangan biznes hozirda qanchaga yetdi? Alhamdulillah $300,000 dan ko'proqqa yetdi. Xo'p, $300,000 dan ko'proq biznesda nimalar sotiladi asosan sizning magaziningizda? Bizning magazinimizga gumush sotiladi. Kumush, xo'p. Aboya deydi. Sotiladi. Ayollar Ayollar uchun joynamoz sotiladi, tasbih sotiladi. Madina shahrida ish boshlamoqchi bo'lganlar uchun qanday maslahat berasiz? Yaxshi bo'ladi. Bu tijoratga men har kim boshlayman desa har yerga nima qilaman? Ya'ni boshlasin deyman. U Madina shahri o'zingiz bilasiz bir yaxshi joy. Boshlasa ko'p yaxshi bo'ladi va ishlar bega tez nima bo'ladi? Barakali bo'ladi. Masalan, $10,000, $15,000 bo'ladi, $20,000 bo'ladi. Inshaalloh berga izga 90% chiqadi. Xo'p, Madina shahrida bitta magazinlarda arenda narxi nech puldan nech pulgacha bo'ladi? $40,000 dan boshlanadi aka. $40,000, $50,000 dan boshlanadi. Eshityapsizmi? $300,000 Eshityapsizmi? $40,000 dan $50,000 gacha bo'lar ekan magazinlar narxi $300,000 gacha. $300,000. Endi $40,000, $50,000 arenda to'lab ishlaydigan odam nech pul aboroti bo'lish kerak? Izohlarga yozib qoldiringlar. Akajon. Shu joynamozlarimiz 20,000 so'mdan ekan. Eshityapsizmi? 20,000 so'm. O'zini nech pul olasiz buni? 5 riyal. O'zim ham 20,000 qarib olaman. Ha, o'zi 20,000 ga olib, yana 20,000 ga sotar ekan. Xizmat bo'lsin-da. Hojilarimizga xizmat bo'lsin. O'sha haligi Hojiboy Tojiboy aytgandek, yong'oqni sharash urug'iga chiqib olsa ekan bu odam. Türkiye'den çok ucuz 100 TL, 10 riyal. Daha fazla parfüm, bileklik, kolye, ferace, tespih, hepsi ucuz. Çok Abayalarimiz qayerdaki? Madinaniki aka. Madina. Narxi $20. $20. Eng arzon abayangiz va qimmat abayangiz narxi qancha? Qimmat abayamiz qimmat, ammo $20 dan mushtarlarga beraman. Mana bu $10 dan beraman aka. $10 dan berasizmi? Bir mushtari 3 ta olsa $25 dan beraman. Eshityapsizmi? $10 ga abaya bor ekan Madina shahrida. Aka telefon nomeringizni berasiz, qoldiramiz. Mabodo sizga shunaqa $10 ga abaya zarur bo'lsa, akamiz nomerlariga aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxda jo'natib ham beraverasiz O'zbekistonga. Jo'natib ham beramiz. Xizmatga bormiz, xizmatga tayyormiz akajon. Xo'p, bo'ladi. Manzil qayerda deydiganlar uchun Madina shahri, Masjid Nabaviy 365-eshikdan chiqqaningizda mehmonxona Jonnar Toyiba Rakata Zuva magaziniga kelaverasizlar. Bu videoga like bosib, umra safariga kelmoqchi bo'lgan tanish bilish do'stlaring bo'lsa jo'natib beringlar, manfaatli bo'ladi.